Hurmatli obunachilar, bugun sal noodatiy video bo'ladi. Ko'pchilikning talabiga binoan bozor chiqdik. Hop, birinchi mashinamizni qo'yamiz. Captiva mashinasi yili 2010-yil. Kraskasi faqat bagajda bor dedilar. Kuzov qismi, qolgan salon qismlari yaxshi holatda turibdi. Balonlari ham yaxshi holatda. Mashinamiz Captiva 1. Hop, benzinda faqat yurgan aytib o'tdik, 52 ming kilometr. Salon qismini ko'rsatamiz. Steniklari kojinning. Poliklar qilib qo'yishgan. Luklari ishlaydi. Xo'p, avtomat korobka. Mashinamizning salon qismi ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Mana bu orqalari, bagaj qismi bo'sh holatda turibdi. Mashina propanda ham emas, metanda ham emas, faqat benzinda yurgan. Orqa holatlarini ham ko'rsatamiz. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Narxini 13 ming dollar so'rashyapti. Agar telefon qilib mashinani kelib, ko'rib, ishingizga ko'rsatib olsangiz, yana kelishtirib beradi. Hozir mashinamiz tayyor holatda turibdi, haydashga tayyor.